xabaringlar bor, transport vositalariga bosqichma-bosqich stikerlar berilishi boshlandi. Yashil toza, sariq o'rta, qizil zararli. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin ko'pchilikda. Xo'p, ayrimlar sariq stiker olib qolishi mumkin, ayrimlar qizil stiker olishi mumkin. Bunaqa stiker olganlar qayerdan bilamiz qayerga kira olmasligini deyishi mumkin. Endi shuning uchun Vazirlar Mahkamasining 2025-yilning 28-noyabrdagi 750-sonli qarorga binoan 335, ya'ni taqiqlovchi belgilarga 335 belgisi, ekologik zona degan belgi qo'shildi. Bu degani aynan shu yo'l belgisi turgan yo'lda bu belgi 150-300 metr masofa oldin qo'yiladi, taxminan shu masofa oldin qo'yiladi. Aynan shu yo'lda shu belgi turgan bo'lsa, shu sariq stiker olganlar, qizil stiker olgan transport vositalari shu hududga kira olmaydi. Yashil stiker olganlar VIP xohlagan hududga yurishi mumkin. Tushundinglarmi? Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, boshqalarga ham bu videoni tarqatib qo'yinglar.